Assalomu alaykum hammaga. Mana navbatdagi qafaslarimiz ham deyarli tayyor bo'ldi. Kaptarlar uchun obzorni ko'rsatib o'tamiz. Balandligi 2 metr, uzunligi 1.45, eniga esa 1.10 sm ni o'z ichiga oladi. Oyoqlarida ikkalasini ham roliklari bor. Bir xil ko'rinishga ega qafasimiz. Ranglari mokriy. Kraskalari mokriy bo'lgan va ichida parlash xonasi hamda keng holatda 16 tadan gnezdosi mavjud. Ikkalasini ham eshiklari ham keng holatda bo'lgan. Pastlari apshipkalarni qoplaganmiz. Setkalari qalin setkalardan bo'lgan. Qafasimiz juda ham chiroyli holatda bitta. Mana bir xil ko'rinishga ega. Orqa tomonlari ham mana kraska sepilgan. Yollari MDF, suv o'tmaydi. Mramor shaklidagi qora MDFlarni berganmiz. Kimga shunday xizmatlarimiz qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 94 lik kodi bilan 273 73 53 raqamiga bog'lansalaring ma'lumotlarni beramiz.